Biz o'zimiz sohadan kelib chiqib, hozir mana bitta shogirdimizni ko'rsatamiz sizlarga. Ismingiz nima? Abdurahmon. Abdurahmon. Maktabga kirganmisiz? Yo'q. Xo'p, Abdurahmon o'quvchimiz hozir sizlar bilan 40 ta misol, mana 40 ta misolni qancha vaqtda ishlashini ko'ramiz. Tayyormizmi? 1 2 3 boshladik. Bu misollar ham oddiy misollar emas. Oson emas, chunki hali maktabga kirmagan bolalar uchun bunaqangi tezkorlikda harakat qilish. Birorta shunaqa bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, bemalol tavsiya qilishimiz mumkin. Siz rekordini yangilab ko'ringlar. Yaxshi. Tezlashamiz. Maşallah. Tugadimi? Молодец. Mana bu Abdurahmonning javoblari. Bemalol ko'rib tekshirishingiz mumkin. Qolganlardan ham kutib qolamiz. Kimi shagirdi, o'quvchilari qanaqa natijaligini.